So'z so'rayman. Bo'ldi. Mushu mashina bilan ayolning qanday o'rtaq aloqaligi bor? Mashina bilan ayolning. Demişsin bazı Aslında erkekler oynasan maşinada bulacağım. yaxshi ko'rdi. Ikisining bir o'rtaq aloqaligi bo'ldi-ku. Mencha shu bu mashina degan narsa hisobda bir temir xotin demdi. Starab. Nima? Temir xotin. Temir xotin. Hisobda o'zimizning ayolni asragandek xuddi uning shu juyib, tarab, shu odamga o'xshash yeb ichib qilgan ekan. Shuni asrab ishlatganga tushliq bizga o'zining ortiqchiligini bizga chiqarib beralaydi deb. Demak, qancha asrasa, shuncha rohatlik berdi demakchi, shundaymi? Shunday. To'g'ri. Mushu Qaysini bakrak asrash kerak sizcha? Mencha ikkilisini o'xshash etmash kerak. Tang nisbatda asrash kerak shundaq. Shunga masalan shu erlarning orasida shu mashinani bilan xotinni boshqalar berib turish bo'lmaydi deydigan bundoq bir gap bordi. Shu mashina solsa, do'stlar bermaydi mashinani-ku. To'g'ri. Mushundan nima chiqib turyapti desa, mashinami amaliyot mashinaga ot. Odamning eti-ku. Ot o'zgarib, anandagi mashinaga aylandi. Men mush tunji mashinamni setayotgan vaqtda o'zimda yosh chiqqan men. Xotash mashina meni setib etma deb pichirlayotgandek-ku, hissiyot kirib qoldi, shunda ishlaydiganda. Gerçi almoqchi bo'lgan mashinamiz undan noch o'simi? Mashinada nurg'un aslimlarimiz nurg'un jarayondan beshda o'tkazdi, nurg'un safarlarni men bilan. Shunga o'xshash amaliyotda nurg'un vaqtlarda bir mashinami odamdek shunday hissiyot olmisha oladi. Shunga xotimish inimiz javob bergandek, mashinani qancha asrasa u shuncha rohatlik bag'ishlagandek, ayolni qancha asrasa u erga shuncha rohatlik bag'ishlay oladi. To'g'ri. Baqayliya. Sizmi bir o'g'ilval bo'lish sifatingizda mush to'ylarda o'g'illarning hammasining ash ustalni cho'rdab, kulki chaqchaq bilan o'tirib faqat qizlar taraf qaramasligida biroz sabab bormi? Yoki o'g'illar xijil bo'lamdi? Qizlar o'zligidan qo'pib o'zi bilan o'zi o'ynaydi. Mush ahvolni o'zgartirib bo'lamdi degandek. Hamda har bir davrda mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, ma'lum bir iqtidorni yetildirishga yushurun bir talab qo'yildi. Masalan, burunlarda bir erning muhim yoki boshqa erlardan ustun bo'lish bo'lmasligi, uning valisini yoki tansini qanchalik boyiq yetkazib o'ynashi bir erning nisbatan ustunligi cho'qim muhim bo'lgan bir narsa edi-da u. Endi hozir kelganda-chu desa, biz erlarga hargizmi bu tansini yaxshi o'ynay olamdi, o'ynayolmamdi emas. Uning iqtisodiy kuchi qandoq degan o'lcham tabiiyla qo'ylab kelayotgandikin, erlarmi dal nima desa, nima muhim bo'lsa shu iqtidorni yetildirayotgan gap. Endi bu hozirgi bolalar men qo'shilib tansini bilib ketmaymiz. Tans o'ynash men hamda asosiyatdan shu anda o'tir maktabida shu o'zim yaxshi ko'rgan qiz bolani hamda yaqin turib olay deb, quchoqlab olay deb ham shu o'ynaydim tansini. Men shuni shu ish qo'lim tutib mengib yuriydim hamda. Tans o'ynamaydim, men bu ham mengib yuriydim. Amaliyotda tans o'ynashim bir noit tez bir narsaga, u bir hunarga amaliyotda. Sizin bo'lish kerak-da. Hozircha tans bilmayman. Hamda biz bilamiz, odam nima usta bo'lsa, shu sovrinni yaratishga va shu sovringa berishga amroq bo'ladi. Hamda erlarda o'rtaq bo'lib shu bizning ishimiz, bizning kichiklikda tansi deydigan iqtidor bek kuchli bo'lmagandikin, bular tabiiy nimasi o'zi usta bo'lmagan narsani aldirab sahnaga bularni sovrinlarda oldiga chiqib olmaydi. Bu qandaqdir erlardagi qizlarga bo'lgan jur'atsizlik emas, balki bizning ayollarga ko'rsatadigan iqtidorimizning o'zgarganligidan bo'layotgan. Bo'ladi. Rahmat. Tapmamsa, ayol nima kishining yetdi gibi yuraveradi. Ayol kishiningmi? Ayol erga deydi, ayol deydi, ishqilib bu yerda uxlash, yetish. Qo'pmam so'y. Sallaydigan jumla tafe. Nima qilganga erib ketsa tafe. Nima qilganga erib ketsiz? Endi ariyaning o'xshamaydi-mi? Qashqa tarafniki cho'qim endi kichiklarni da cho'ng'irmoqcha, endi qashqarni silizdirlam deydi. Endi men bilan qashqacha paranglashib yiqing, qizlar anglab baqsin.
Qanday ahvolinglar? Salomat bo'lma, salomat bo'lma, yetkilchilikmi? salomat bo'la. Qachon keldilar? Keldi 5-6 kun qoldi. Ha, uzun bo'libdi ko'rishmagilar. Cho'ng'liga bir salom desizlar. Bo'ldi. Ma'qulamsiz, ma'qula, xo'sh. Qanday qizlar? Lekin bir narsaga diqqat qildinglarmi, ma'lumlar? Butun chiroq hozirgi saqlaqliq. Mana bir javob berib beqinglar. Qizlar Mehmet Alining qaysi tarafini yoqtirib chiroqni saqlab qoldinglar? Fayzat savol bor ekan. Qani. Yaxshimisiz? Abiyam siz dedingiz, bana mening gapimni anglaydigan qiz bola bo'lsa yaxshi dedingiz. So'ray sendan avval ukammi? Bo'ldi. Sizningcha bir odam nemish to'y qildi? Mushu bir savolni bir deyishili, nemish to'y qildi? Kallandiki nima o'ylasangiz javob bersangiz. To'g'risi yo'qchi-ma, menda faqat hammadanning kallasida cho'qim bir javob bor. Ham shunga bundaq bir qiziqyapman. Men kallamda topolmadim nemish to'y qilgan sababimchi. Odam ömür yalnız ötep gider, bilmeydi. Çoğunlarmı ülep gidiyor, kişilermi, akşam biz ülep gelse kişiler kalıyor. Bizimle tam ötüdüğün hem de. Gördüm birini tapmasak olmaydı. Ne var, ağırıp kalmayımız demeyimiz hem de biz ağırıp kalkan ve küçükler karap buluşur. Ballarımız karap buluşun natayın. Hem de yenimizdeki özümüz yaxşı görgen, görümüz karımıza. Demek, bu şu hayatta hem de hayatını devamlaştırış için ülep kalmayın, şunama? Çoğun bir adam gördüm birisi, hem birbirinden aldığını haber edip yaş gerek deyse, şunama? Şu tüpeyli toy kılmen. Qanoatlanarlik bo'ldi ma'lum. O'zining ash ko'z qarshini o'tirib qo'ygan to'g'ri. Buni qanoatlari javobi yo'q. Nemish to'y qildi degan odam sababni 10 odamdan so'rasa 10 xil javob berdi. Ba'zilar shu hammadan to'y qilgan shu to'y qilar deb bilan bunda javob berdi. Ba'zilar yaxshi ko'ra qolganlik uchun yaxshi ko'ra qolgan odamini mangu endi saqlab qolish uchun to'ydan iborat bir qiltaq orqali uni saqlab qolmoqchi bo'ldi. Ya'ni ba'zilar inim men to'y qilmasam inim yoki singlimni oldin to'sab qo'ydi ekanmi deb to'y qildiganlar bor. Turli sabablar bo'ldi. Qarshi degan zodi nima? Har bir odamning o'zining hayotida eng muhim deb o'ylagan narsa o'xshamaydi. Shu bu qimmat ko'z qarash degan nimasi, nimani muhim deb o'ylash amaliyotda bir odamning qimmat ko'z qarashi bo'ldi. Unda bir er bilan bir ayol oila tutgandan keyin ularning o'sha oilada eng muhim o'ylagan narsa bo'ldi. Agar bu narsa o'xshash bo'lmaganda desa her bir adam o'zining eng muhim deb o'ylagan narsaga eng jiq vaqtini va eng jiq energiyasini va eng jiq diqqatini berdi. Unda bo'lsa bu jihatdan o'xshash bo'lmaslik nima desa, bularning vaqtlarni taqsimlash yoki bo'lmasa o'zining diqqatini taqsimlashda farq zo'r chiqadi. Unda vaqtida bu oilani tutib turmoq sal tez to'xtaydigan gap. Shunga arayollar cho'qim to'y qilishdan burun qiz o'g'illar cho'qim bir-birisining qimmat ko'z qarashini amal bor bir nuqtaga eklalish kerak. Unda bo'lganda bularning oilaga solgan selinchisi yoki mablag'i, vaqt mablag'i bilan diqqat mablag'i yoki muhabbet mablag'i o'xshash bir reaksiya qilingan vaqtda andan bu oiladan bir gul unib chiqadi deb qaraymiz. Rahmat Ali ma'lum. Ular cho'qim mas'uliyatchan bo'lishdaymiz. Bu mas'uliyatchanlik pul tepish bilanla cheklanib qolsa, bu nayt tar doiradagi mas'uliyatchanlik bo'ldi. Mas'uliyatchanlikninki o'z ichiga olgan ma'nolarini aytib kengri bo'ladi-ku. Hamda hozir qulog'imizga yoqmasin bir gaplarni ko'proq anglaymiz. Ya'ni ayollarning sirt qarab qelish masalasi. Ayollar erlarga o'xshash undaq qilib aldirablar taloq qaraydigan avval mavjud bo'lmaydi. Har qanday bir taloq qargan ayolning alohida bir sababi cho'qim bo'ladi. Ham biz buni biyologiya nuqtasini nima deymiz desa, insonlarning to'y psixikasini biz shu qizil tumshuqliq shaxsonlik qush deydigan bir qush bor, shunga o'xshatamiz. Buningda erkak shaxsonlik qush o'z uvusi atrofida menib unda quchib yuriydi. O'zining uvusiga yemekliklarni ta'minlaydi. Agar buning uvusiga boshqa bir yot erkak shaxsonlik qush yaqinlashsa, bu erkak shaxsonlik qush uni uvusiga yaqinlashtirishdan saqlash uchun eydi yutadi. Ya'ni jo'risiga yaqinlashtirmaydi. Biroq o'zi desa, o'zi amalba boshqa vaqt chiqsalar, boshqa uvlarda cho'klab yuriydi. Kishi shaxsonlik qush desa, u hargiz erkak shaxsonlik qushga o'xshash boshqa uvlarga bormaydi. U faqat o'zining uvusida yo'ldoshi yoki jo'risi ekipaga yemekliklarni bolasiga ta'minlaydi, ammo shiqilaq bolasida boshqa erkak shaxsonlik qushni qabul qiladi. Birinchisi o'zining jo'risi uzun muddat uning yemeklik ekib bermasa. Bu vaqtda boshqa shaxsonlik qush uning yemeklik ekib bersa, demak
Onu qabul Ani qiladi, qabul ha? qiladi. Yana birisi o'zining jo'risi uzun muddat uga kelmasa, uning yaqinlashmasa. Bu vaqtda hamda doim bir shaxsaniy boshqa bir shaxsaniy qo'sh paydo bo'la qolsa, uning qoniti o'zining jo'risinikidan paqroq bo'lsa, kuchli bo'lsa demakchi. Ha. Andan keyin buni qabul qilish avval bo'ldi. Shunga ayollarning taloq qarab qilishida biz eng tuan hisoblasakmı 50% shu erlarning bevosita sabab bo'lgan gibi. Ben Daniyar'dan